Herkese selamlar. Bugün oddiy uborka boshladi. Qizlar o'tgan safar uborka qilganimda aytishgan edi, beyaz sirka qo'shing, juda ham chiroyli bo'ladi deyishgan edi. Mana beyaz sirka olib keltirdim. Shundan endi bir damla to'kamiz. Bir damla bo'ldi. Endi mana pol artadigan strepsamizdan ham aralashtiramiz. Beyaz sirka qo'shsa juda ham porlaydi, piril toza bo'ladi deyishgan edi. Mana hozir endi artib ko'ramiz, aralashtirib. Bu videoni o'zingizga saqlab qoling, tanishlaringizga jo'natib qo'ying. Like va kommentariy kutib qolaman.